shu ilohiy joningni, seni harakatga keltirib turgan jonini oladi Alloh. Haqiqatan qiziq voqealar bo'layapti. O'zbekistonning dinsiz, iymonsizligini ko'rib hayratda qolyapman. Shunchalik o'zbekni rasso qilib qo'ygan rahbarlar jahannamga tushadi o'zi. Buni qarang. Qizchamiya endi otiga yer yozganlar. 10 sotiq yer berildi deb. Uni soliq pulini olib, yeb, uni o'zlariga hattoki bolasiga pul chiqarganda bolasidan pul saqlab, yering 10 sotiq yering bor, senga yer berilgan deb undan soliq pul ham u yeriga soliq pul berdi, ham yolg'ondan savodga yozib pul berdik degan soha bilan bolasini pulini yeganlar. Menga kelib aytib, bormaydi, murojaat qil, yerni bersin, yo sudga ber dedim. Qani senga yer berganim? Ko'rsatib bersin, mahallaga chiqib qarasan. Bu qanday O'zbekiston bo'lyapti? Ilohiy joningni sug'urib olsa Alloh, nima qilasan? Mana senlarga o'rgatyapti, ilohiy jon berdi, uni yechib oladi, uni sendan oladi. Holingga voy, yerni tagiga tiqadi, parcha qiladi, zarrachaga aylantiradi. Allohga hamdlar bo'lsin. Joning esa o'sha sana olib bergan jon, azobda u sen bilasan. Ilohiy joningni hurmat qilmading. Qanday bir noinsoflikki bu O'zbekistonga kirib kelayotgan. Kim olishi mumkin? Kim yozishi mumkin? Buncha insonga yer berildi-yu, podsho berilsin, bu bilmasdi. Bu olib yurgan bular bosib. Axir bu vahshiylik-ku. Sud xodimiga murojaat qil, tekshirib topib bersin, keltirib bersin, yer bergan, qayerdan bergan, boshqa kishi olib o'sha yerdan foydalanib yuribdi, lekin soliq buni otiga chiqyapti. Buni ismiga berilgan. Kim foydalanyapti o'sha yerdan? Bu dahshatli holatlarga qarang. Alloh taologa mana shu ishlar xush keladimi? Rahbariyatga qog'oz bilan ularni tarbiya qilmasa, rahbarlar tarbiya olmasa, poraxo'rlik, o'g'irlik kuchayib boryapti O'zbekistonda. Nima bo'lyapti O'zbekistonda? Hayratda qolish mumkin. O'zi olib ekib yurtdim, boshqasiga berganmi, lekin buni otidan pul olyapti. Qarang, mashinistga qarang. Kelib menga aytadi, nervisiz qilma dedim. Sen u bilan shug'ullanma dedim. Uni borib yerini tekshirib, mahallaga kirib, mahallaga borib aytsa, borgin nimadan o'tkazib ber debdi. Men yer bersin, men o'tkazib beraman yer debdi. Endi bu borib Rometandan tekshirish kerak-ku. Davay menga yerni ber. Kimga bergansan deb tekshirib chiqarib, kompyuterga kirish kerak, unday qilish kerak. Qarang, nima kelib chiqadi? Uni sudga berish kerakmi? Bular qo'rqmaydimi? Rahbarlar shu ishni qilsa, qanday bunga muomala qilish mumkin? Ilohiy joningni sug'urib oladi. Demak, katta rahbarlar o'g'irlik bilan shug'ullangan, telefonlarga kirib o'g'irlik bilan shug'ullangan, xalqini ham, rahbarlarni ham o'g'ri qilib qo'yganda, nima deyapti? Qara. Yo'q. Senlarda qo'rqizguchi hech narsa, jamoa bo'lib qo'rqizguchi, bir-biriga tarbiya berish uslubi yo'q. Senlar hech qachon yaxshi bo'lmaysan. Shu jim o'tirib o'g'irlik qilsan, uni Allohdan yashira olmaysan. Ayriming chiqadi, ayriming abadul abad. Lekin Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam yerlarga hukmingni qo'yma. Yer Allohniki, seni yerni tagiga tiqadi deganlar. Azobing dahshat bo'ladi. Yerlarni olib, uni sotib, uni pullab yashayman dema. Azobda abadul abad qolasan. Yerni sotib yashash, yerlarni hukmdori bo'ladiganlarni holiga voy ekan, jahannam ekan. Chunki boradigan yering, sen yerni ustida yuribsan. Mana bu yerda o'tirib, biz tirik yer deyapti, tirik yer. Allohni ulug'laymiz. Bular Allohni ulug'layapti, tirik yer. Erta yerni ostiga kirganda bularga rohat bo'ladi. Tirik yer meni yerni ustida ulug'ladi deydi. Sanlar nima qilyapsanlar? Nega yerga hukmingni qo'yib, buyrug'ingni qo'yib, katta pullarni sinimasa qilib, xalqingga zulm istam qilyapsan? Axir yerni tagiga kirishga ishonmaysanmi? Abadul abad azobda qolishga ishonmayapsanmi?
odam hammasiga pul olyapsan, yana o'smoqchi o'g'riligini kattalashtirib yuboryapsan. Qo'y xalq tinch yashasin. Bu qanday holat? Yerga hukmingni qo'yma. Yerdan pul olib rizqim shu ekan dema. Yer seniki emas, yer seni aytadi. Mana tirik yerlar senga nima deyapti? Alloh saboq beradi. Bizi bilan Allohning shu oyoq berding, bizlar jonli ijro qilyapmiz. Jonimiz bor. Bir kun bu jonimizni sug'urib olasan Alloh. Ilohiy quvvatni olib qo'yasan. Biz yerni tirik yer bo'lib, senga zorlanib o'zining o'sha dard holatini birodar bo'lib, bir yurak bo'lib la ilaha illalloh deyapti. Senlar aytmaysan-ku. Senlarning xayolingda faqat pul topish, o'g'rilik, buzg'unchilik. Nimaga senlar ayta olmaysan? Artistlaring to'dalab konsert qo'yib buzasan. Lekin insoniyatga berilayotgan ilm dargohing qani? Qara bu yerda qanaqa yoshlar, hamma yoshlar bu yerda. Katta yosh, o'rta yosh, umumiy olganda professional. Bular eng katta rahbarlar bular. Eng katta o'sha davlatiga turgan rahbarlar o'qiyapti bu yerda. Sen o'ylama bular oddiy inson deb. Oyog'indagi shikarni mashinada, lekin biz tirik tuproq, jonli tuproq, Allohni ulug'laylik deb kelgan bular. Va jamoa bo'lib shunday joy nashida aytish, ya'ni zikr, Alloh deganda hammasi yugurib keladi bular. Senlarda zikr Alloh qani? Yerni tagiga kirganda Alloh haqiqatan. Men o'ylab qoldim. Alloh haqiqatan zarrachaga aylantiraman deydi. Butun tanangni yegan murdor narsangni ham noto'g'ri harakat qilganingda azobini tortsan deydi. Agar go'ri lahat yerni tagida yerni hurmati uchun azob bermasam qabr azobini deydi. Qiyomatga jahannamga tashlardim deydi. Albatta azobingni tortsan deydi. Senga jon berdim, jonni azoblayman. U sen deydi. U seni joning deydi. Sen o'z joningga shunday ishlarni buyurdingmi tanang bilan, aqling bilan, demak sen u joning azobda turadi. Men uni sendan ayiraman deydi. Uni o'ldirmayman deydi. U seni joning. Suqqon bitta yigitani. Tanang og'raydimi, joningmi? Qayering og'raydi? Joning og'riyapti, ha? Senga ilohiy jon og'riyapti. Senga ogoh beradi. Sen o'zi joningga rahming kelmaydimi? Ya bir panjangni kesib tashlachi. Nima shu arablarda o'g'rilik uchun panjasini kesadi? Og'raydimi jon deydi. Axir bu jon sen-ku, nega o'g'rilik qilyapsan deydi. Senlar qo'rqmay o'g'rilik qilyapsan-da. Allohdan qo'rq. %70% boyvachcha mana shularni. 70%. Agar bular boyvachchasi chiqib o'qimasaydi, katta hashamat qurib, katta bazmni o'zini maqtardi. Yo'q, bularning 70% boyvachcha. İnsanlarni to'dalab, ligader bular. Oyog'ida shikarni mashinalar bor. Lekin Allohdan qo'rqadi bular. Xiyonat qilmaydi. Biladi ular, yerda mashinasi ham beryapti. La ilaha illalloh deb beradi. O'zing asra deb beradi. Ko'rdinglarmi? Shular tarafda birontasi jalba qilib, noto'g'ri hayotda internetga tashlaganini ko'rdinglarmi? Noto'g'ri harakatda podchosiga jalba qilib, boshqa holatni ko'rdinglarmi? Hech qachon u ishni qilmaydi bular. O'zbekiston tiqilib yotibdi. Umraga borib kelsa ham jalba, unday qilyapti, bunday qilyapti. Chunki senlar zikrni bilmaysan. Ayollar o'tirib hamma o'g'rilikka boshlab qo'ydi-da. Tilloy oltinga berilib, oxiratdan bexabar o'zbekning ayol qizlari. Axir go'rilahatingda o'zingni tanang azobini tortadi-ku. O'zingni panjalaring mayda-mayda bo'ladi. Joningga rahming kelmaydimi? Mana shuni o'ylab ko'r.
Allohumma salli ala sayyidi Muhammadin adaddama fil millah salama salavatan davati bidavamil kullah. Faqat O'zbekistonda g'iybat. Unday bo'libdi. Bunday zikr yo'q. Bironta viloyatda zikr qilib, aylana tuzish holatida Allohni ulug'lash zikri yo'q. Bizlar ligader deydi, boy deydi, ishta qilmaymiz deydi. Kambag'allar ham qilsin deydi. Sen kambag'allarni mensimaysan. Agar sen kambag'allarni hurmat qilganingda mana shunday zikrni qilarding. Mana shunda o'tirgan boy ligaderi kambag'al aka-uka bo'lib Allohni ulug'lab la ilaha illalloh deyapti. Biz birodar, qondosh bizlar deydi. Xiyonat qilmaydi. Ko'rganmisan xiyonat qilganini? Shu xalqni internetga chiqib mana shunday noto'g'ri bir harakatlarni qo'yganini ko'rganmisan? Hech qachon qilmaydi. Uyaladi ular, senlar uyalmaysan-ku.